Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Bugungi mavzumiz rahbar va xalq muloqoti, murojaatlar va uchrashuvlar hamda unda erishilgan natijalar. Xususan bu mavzuda aytadiganimiz kadastr agentligi sohasida bizda murojaatlar, uchrashuvlar o'tkazishda Yangi shahar hududida ommaviy savdoyor qabullar, brifing hamda matbuot anjumanlarini o'tkazib bormoqda. Yoki joyning o'zida fuqarolar bilan o'zaro muloqotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu amalga oshirilgan ishlarimizdan ancha murojaatlarimiz ijobiy hal qilinmoqda. Biz ushbu murojaatlarda oldini olish hamda ularning natijasini hamda fuqarolarda ovoragarchilikni kamaytirish maqsadida biz Yangi shahar hududida har hafta kadastr agentligi hamda davlat kadastrlar palatasi o'rtasida ochiq muloqot o'tkazib yoki mahallabay yurish ishlari amalga oshirilib, fuqarolar murojaatini keskin kamaymoqda. Hamda fuqarolar masalasi uyma-uy hal etilmoqda. Bizlar mutaxassislar tomonidan har kungi ertalabdan chiqqan holda har bir mahallada, har bitta ko'chada yoki xonadonbay xatlov ishlari amalga oshirilib, fuqarolarni boshqa idoralarga sarson qilmagan holatda o'zlarining uylarida o'lchov ishlari amalga oshirilib, kadastr hujjatlari elektron bazaga kiritilish ta'minlandi. Hamda buning ortida bizda hozirgi kunda 1000 ga yaqin fuqarolarning murojaatlari hamda qiynab kelayotgan masalalar, kadastr hujjatlari shakllanib, bugungi kunda to'liq ta'minlashimiz davom etmoqda. Bundan tashqari fuqarolarda ko'plab qiynayotgan savollar ham bor. Biz uyimizni oldimizdan qurilish qurmoqchimiz yoki uyimizni oldini o'rab olmoqchimiz degan savollarga biz eshittiruvlar o'tkazib, radio eshittiruvlar o'tkazib bu masalani hamda internet, ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatgan holatda noqonuniy qurilishni oldini olish bo'yicha matbuot anjumanlari hamda ma'lumotlar berib o'tmoqdamiz.